va biz ko'rsatuvni o'zgacha tarkib jamoa bilan Dilfuzaxon hamda Laylaxon bilan birgalikda olib boryapmiz. Laylaxon o'zlari aslida musiqachi bo'lsalarda, karatedan, sportdan xabarlari bor, bilyapti. Va shu mazmunda demoqchimanki, bizning studiyamizda navqiron, chiroyli, ko'rkam yigitchalar o'tiribdi. Bular karate federatsiyasidan tashrif buyurgan. O'zlari yosh bo'lsa-da, trener, ya'ni ustoz deganda hayron bo'lib yigitimizga marhamat. Necha yoshdasiz hozir? 21 yoshda. Qanday qilib siz murabbiylik mavqeyiga erishdingiz? Karatega aslida 7 yoshimdan boshlab karate. 2 yosh? 7 yosh. 7 yoshdan boshlab karate bilan shug'ullanib kelaman. Shu yillar davomida taraffussiz shu vaqtgacha erishgan. Shu 20 yoshimdan boshlab alohida o'zim chiqib ketib, ustozlarim duosini olib, alohida hozirda ish boshlaganman. Ikkita zalim bor. Shu zaldagi birinchi shogirdlarimdan eng birinchi shogirdlarim Sharof Shohir bo'ladi. Yakkasaroy tumanida shu birinchi zalimdan eng sodiq shogird deydi-ku. Yakkasaroy tumanida qayerda zal? Yakkasaroyda 118-maktabda sport zalida shug'ullanamiz. Bilamiz. Ana endi yana ham yaxshiroq bilamiz. Tashrif ham buyuradi. Demak, bitta rayonda egasizlar. Buni ham ta'kidlab qo'yish kerak. Laylaxon borasizlar. Biladilar. O'g'illari sport bilan shug'ullanishadi. Shohroh birinchi kelganda ancha qiynalgan. Juda mashaqqatlardan o'tib bu darajaga yetib keldi. Chunki har bir musobaqada o'zingizlar ham bilsangiz ancha mehnat, kuch talab etadi. Insonga qanaqa qaraysiz? Insonga albatta. Bir daqiqa kechga qolsa, bugun boshdan deysizmi? Birinchi o'rinda hurmat, intizom, ota-onaga bizda shu birinchi o'rinda. Sog'liq. Shohruh hech kechga qolgansiz? Oling mikrofonni. Shohruh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shohruh. Va alaykum salom. Necha yoshdan bordingiz karatega? O'zi ham eslamaydi. Juda kichik yoshda bo'lgan demak. Shohruh, hozir bir daqiqa to'xtaymiz. Mikrofonimiz ishlamay qolibdi. Mikrofonni almashtiramiz. 9 yoshda demak karateda boshlagansiz. Shu mahalladagi maktabda to'garak bo'lganmi? Ustozim maktabga kelganda, ro'yxatga chiqib ketganda, keyin oyim bilan shu ro'yxatga telefon qildik. Keyin federatsiya rahbari Shuhrat aka ko'tardilar. Keyin men karatega keldim. Birinchi kelganimda rosa qiynalgandim. Keyin musobaqaga chiqqanimda birinchi yutqazib qo'ygandim, rosa yig'ladim. Keyin ustozim aytdi, yig'lamaga, yutasan hali albatta dedi. Shundan beri ustozim gapiga quloq solib yutib kelyapman. Ularni oyijonlarini tasavvur qilyapmiz. Ular yig'laydilar, ammo unutiga yuboradilar. Ammo onalar aslo unutishmaydi. Men ham hech qachon unutmayman. Birinchi marotaba 5 yoshli o'g'lim musobaqada yutqazib qo'yganda, lekin murabbiy bilasizmi o'shanda nima degan? Men seni ko'z yoshlaringni boshqa ko'rmay, pardani orqasiga o'tib yig'lagin deganlar. Hali hammasi oldinda. Shohruh, maktabdagi o'qish qolib ketmaydimi karatega qatnaganda? Qiyin emasmi? To'g'ri, kelasiga yordam berishyaptimi? Ha. Albatta onajonlarim. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Kelajakda harbiy bo'lmoqchiman. Harbiy? Yigitlar, o'zi necha yoshdan karate bilan shug'ullanish kerak? Necha yoshdan boshlaydi? O'zi 6 yoshdan qabul qilamiz. Uni ham demak salohiyatiga qarab. 6 yoshda bola o'zi sportga shug'ullanib boshlayotganda salohiyati olib keta oladimi? Yo'q, uni ham nima deydi, o'tkazib keyin olamiz. 6 yoshdan qabul qilamiz. Juda yaxshi. Shohruh, qizlar yana bitta savolim bor-da, Shohruhga. Mana siz hozir karate bilan shug'ullanasiz. Har xil usullarini bilasiz. Karate bilan mushtlashish, qanaqa nima. Ko'chada shuni qo'llash mumkinmi? Mana tengdoshlaringiz sizni xafa qilsa, olib olsa kitobingizni olib shunaqa qo'llaysizmi o'sha usullarni? Maktabda urishmayman. Urushmoqchi bo'lsa, zalga boramiz deyman. Maktabda urishmayman. Mumkin emas-da. Xudo yaxshilik bo'la Shohruh. Bu insonni birinchi foydasi. Haqiqatan madaniyatda bu, chunki kuchli odamlar aslida urib yiqitadigan emas, kuchli odamlar o'zini kuchini yig'a oladigan. Albatta. Hasaddan o'sha yaxshi tarbiya. Yigitlar.
Sizlarga havasimiz kelyapti, shuncha medallar. Qaniydi bizda ham faqat medallar. Qachon bizda yoshimcha medal bo'ladi? Yoshlarga bir kelib medal taqarmiz. Eng yaxshi boshlovchi, eng yosh boshlovchi, eng tajribali bor. Sizni tajribangizdan biz ilhom olamiz. Albatta. Go'zal hamkasb. Tolib aka, hozir bizda Toshkent shahrida bizda Osiyo karate federatsiyasi rahbari onlayn tarzda hozir bizni kuzatib o'tiribdi. Sizga sog'lik tilaymiz, omon bo'ling, omon. Alohida salomlarimiz. Rahbarimiz tomonidan o'sha Markaziy Osiyo chempionati medallari berib yubordi. Sizlarga topshiramiz. Sizga medal. Lekin bitta shartimiz bor, Tolib aka. Sportchi sifatida qabul qilishingiz kerak. O'z deb. Ajoyib musiqa ostida. G'oliblardan bo'ldik. Mana endi biz ham nishondor bo'ldik. Naq karate federatsiyasi. Bu juda mas'uliyat. Bunday qilib Yigitlar, qizlar bunday holatlarda o'ynash kerak, o'ynash kerak. Albatta. Chiroyli qo'shiq tinglash kerak. Axir kelishganimizdek bugun shanba, pozitiv kun. Demak, bugun qanaqa kun? Bugun shanba. Chiroyli qo'shiq aytib beradilar degan maqsadda umidli xonanda Nodirjon Asatullayevni taklif etamiz. Marhamat, keling. Chiroyli qo'shiq bo'ladi. Birgalikda tinglaymiz. Keling. Marhamat. Katta rahmat. Sirti yolg'on do'st, go'yoki soyaga o'xshar ekan. Omading quyoshi porlaganda izingdan ergashadi-yu. Nogoh u quyosh botsa, qorong'u zulmatga singib